Ballarım, seni kırınlar. Ha? Kırınlar, Momamni qishida o'tiraychu. Bu yak kırınlar. Mama, biz yeni hikoya angliqli keldik. Bizga hikoya aytib bersizlar. Hay tentaklar, yana hikoya angliqli kapsizlar-da. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab baqay-a. To'g'ri, men sizlarga urt to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular ishiga oldidagi bir tut jigdiga taynib kun kechirdi ekan. Ammo ung'angi yo'nig'an degandek, ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilmoqdi. Shuning bilan bovoyning hayotida odamni ham kuldiradigan, ham azoblaydigan, shundaqla nodonlik bilan tamoqorlik, rostchilik bilan soxtapazlik, haqqoniyat bilan razillik unutib erishgan ajoyib kechirishlar. Hay, yana nega mangdilar? Qog'i degan sho'rtumchiq yana qaqildaganda qiladi. Men jigdiga bir qarab baqay. Sizning kunlari aşı to'ngjigdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib bersizlar. Yesi yemamdi. Xotin, to'li ko'tildimi sangcho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda o'mashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qaranchiqdek jigdining to'yida o't tasla. Hay, qanday qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'u, aksini chiqarlashma. Yok ol! Acayip ziriktin bu nakeslerden. Şar kanatlarının içi de senindek aç göz, kaşan baktıkını kömep tükenmen. Ademni ya aram huda yaşıkını koymadan. Ma qağılarının, mendek bir g'eribning jigdisiga ugini vog'ini qaramamdigan. Hep to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Hacabmi eg'ir qattiq kunlar bo'lib ketyotdi. Bu yo'qsizlikdan qachonmi qutulamiz? Pul boyga, suv soyga oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma, xotin. Bizgimi Xudoning buyruqlari borda. Xudo har kimning rizqini o'zi bilan birga yaratgan. Oldirma, g'o'ridan olibda degan gapni anglamaganmisan.
Ha, üjmü peş, ağzımı çöş dep aşı toң çigdiga qarab olturaman desler. Silimiço bek hemdem xiyal bop qaldılar. Oş qağı baken siliga bir tal mıcıgda qanmaydı. Ha, ben cigdini aşu qağıga taşlap berem dem. Qarab dur. Atidan başlap cigdi tüydün qopmay olturup cigdi bakıman. Mau ahmaq buvayını gepini qaramamdıgan. Tova. Bismillah ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Ya Bismillah. Acep obdan olcaq erişdim. Aval bu boyayının närini yesem bola. Aldı bilen onun iki gözünü çokalap yey. Bova, tırılıp qağallıqlarına mübarek olsun. Meni koyuvesile. Bilcerlema, sen uzaktan buyan nesibemge çan selip, meni boz getip keldin. Muşu bir tut cigidini mu, aram xuda, yigile koymudun. Teki bugün nomus kılmay, ademdek sözdeysin ha? Bova, gepimni anlap meni koyuvesile. Men seni tügmez baylık eriştirime. Sen ma, sen qağıma? Men çıraylık geplerge işinip, muşu künki qağan. Emdi senin gepinge kirsem, ömrümnün ahırıda yine tügümez puşaymanğa qalamen. Yoq bova. Men hergiz meseleni puşaymanğa koymayman. Men bolsam qağılarning en qeyrisi. Yeşim mingdan aşdı. Allah bana şundaq bir xislat ata qilgan ki, xolisam qağıga, xolisam odamga o'zgaraleyman. Selening talaylar barkan. Men sizlarga shundaq bir xosiyatli narsa berayki, butkul odam zot hayron qolsin. Bopda, seni mi bir ko'rib baqay? Ma'qul. Men bilan maqsula.
Qarısla, bu. Merhamet qiling, bu. Nemi karamet bu? Onu mu düşün mü? Yigit, sen meni cennetke başlap kirgen o'xshamamsan. Bu cennet emas, bu. Tushlarimi emas. Balki dal silining asli makallaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gelam silingan supuq qarsilar. Yigit, nima deb eshakni gelamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip kalala. Hadi. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafo so'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qilib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar desizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklab beradi. Dunyoda nadimi unda xislatli eshak bo'lsin? Ishonmisizlar? Ana qarasizlar. Tova xudoyim, mundaqmi xislatli eshak bo'ladi-ku, ha? Qani bova, eshakni minsizlar. Ammo aslida bo'lsinki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh, vafodor yigit. Xayr xo'sh bova.
Ha, qadrlik ishiga menmi herib ketdim, senmi herib ketding? Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana. Aziz mehmon, hamag'aylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir uzun yo'l besib herib ketdim. Bugun malol kemisi o'ylardi qonib qolsam. Obdan. Qo'nib qaslar bo'laverdi. Sizlarga kapimizda joyim chiqib qolar. Rahmat. Mao ishigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'plik bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylamasa, deganlardek bo'lsin. To'xta. Bir gapni samillarga sep qo'yay. Lekin za oltin tilla tezaklar eshigim deb yurmislar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'slar. Mehmon, men sizlarni deganlardek. Rızkı gayet, didar ganimet demişken. Bana bugün özleri bilen muhakkak dostlaşıp kaldı. Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. Obdan. Muhakkak yapsın. Voy, nima ish qilyaptilar? Og'zingni yum. Acaba altın tizeklaydigan eshakmi bormidi? Ya bu olchib qolgan qerimidi? Nimada bo'lmasin? Bir sinab boqay. Altın tizeklar eshigim, altın tizeklar. Bu ne bir karamet? Dilesem o'g'ridan olib debgan. Xudo menga cheksiz boylik ato qildi.
Tova, dünyada muşundaq eşeklermi yarılıp dikende? Ulu Xuda, muş eşekni en güçlü bilişimge yardım kılan bolsa. Asta. Näge yuqalgandy bu adam? Jynap qaçmagandy o? Çıkıp qarap baqayjymy? Neme qılıwatydylar bu keçide? Uyqularyny uxlamay. Önüne çıkama. Ağzını şu. Emmi karametini eli görsen. Neme deydi Allah? Geplerine paqat düşenmidi. Mağa emisi. Dal diyeyi berip emmin sana dep berey. Ne mağa bakıp karıp dursa? Mağa. Bundaki yeni keptirala. Ha, Obdan. Hele bak. Avarıq qoydum. Xeyrəmisən? Seferlerge ak yol olsun. Xudağa emanet. İnşallah, xoş. Hoş. Xoş. Allah. Hayır devlet digen. Muşu desile. Endi muşu haddi hesapsız mal dünya bilen kolumuzda kayak sunsak şu yakıydı da top kızımız mı tel bulduğun boldu. Razı etsen Xudon. Razı etsen. Xudayım bizge. Bedi. Hey. Endi men şundak bir ademge aylınan ki. Bütün ehli yurt cemaat heyranlıktan ağzını içip kılırsın. Endi sili xalqning unini tatıdığan capakeş tügmenci bolmayla. Sen mi endi tügmennin suyunu yakılap, xalqning tağırının ağzını içip, onlarını kaçılışıp, tağalarının ağzını boğuşup vermeysen de. Endi bu jur bizning buladı desile, bizning buladı. Yok, aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlep oynaylı. Kim akıllı kılıp, iyiliği ahmak kırga çandırıp koymaylı yana. İnşallah doğru dediler dadısı. Xudayımның bizge bergen bu mal dünyasını çandırmay xecleyli. Vay vay vay. Hay bovay. O şu işekning oltin tilla tezeklishiga zotli ishengim kelmaydi. Sil ömür boyu xalqning oldam xaltisiga tushib kelgan.
bu növətmi şundaq bop qalamıkin dep ensireymen. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerin hemmisini dep bersem, yeni nimiş kıyamını cuvaysan. İşeknin özü haram, küçü halal deptiken. Yamını kelse altın tılla tezeklep bämisimi canğa asqasılıp oldu o. Men bu işeknin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bilen kögen tursam. He, maqul, sılıba, menba, qini köremiz. Taqtimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Altın tilla tezeklaydigan qanday eshakdi o? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ka. Aldırmaqla, sal tahir qılыңlar. Bək hocamma işigimnin karamatini köməkçiydi. O kişi kəsila, cəzmən körüslə. Keldi. Ben hocam geldi. Assalamu alaikum begim. Qani kəslə. Begim, bu yoqqa o'sla. Begim, qadamlarga muborak bo'g'ay. Hey bovoy, karomatingni bir ko'rsatmamsa. Obdan, əmisi mən işəkni açıqay. Bəg hocamdan ötünüdüğən bir iltimasım var idi. Eytişqə tilim bağmay vatıdı. Qani ayta bovoy, har qanday tiliking bo'lsa, o'rindashqa men tayyor. İşigim tezekligen altın tıllalarını Bəg hocam öz kolu bilen Muşiyadaki puralağa bölüp bəgən bolsa. Avval sen eshigingning karomatini bir ko'rsat. Kulluk Bəg hocam. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Meni resva kımıgın. Ben kocamdan aldı da. El cemaatdan aldıdır resva kımıgın. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Tezekle. Altın tılla tezekle. Kelinglar, labay, bağlanlar. Hop. Begim, ben günahsız. Bana rahim kısla. Bu qerini bağlab, yüzləri urulsun. Bana rahim kısla. Begim, ben günahsız. Bana rahim kısla. Bana rahim kısla. Mana biza, yapsan söyle. Kimni olyapsan? Bu yoqda edi. Yana aldamsan, ha? Qo'ya. Bovoy, közlerini asıla, doğula ketdi. Bovoy. Oh, yoratqan igen.
Bu bizga nima ko'gilik, nima tatquluq. Qaysi shayton o'yimni eziq turg'andu. Dadisi, eshakni yana bir tezaklatmamdiq. Nimaga aldiraysan, xotin? Ilm manti ko'mgan qilanda qasqonga dumchibdi degandek shunchalik boyliqni apila-shapila tugitib oldik. Yana oltin tillaga g'ashtimiz tushadigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda butun boyliqlarning hammasi olqinimdan kechib qutlanmaydi. Bu deganlarga durust. Olimades eshak qo'limizdan chiqib ketsa, oltin kumushlardan ayirib qolamizmi-ki deb ansirayman, dadisi. Og'zingga tosh! Ilohim, shundoq degan zuvoning tutilib qola. Eg'iz yugurgi boshqa, put yugurgi boshqa degan gap rostganda. Sening mushu shum og'zing bo'ladi ekan, davomli shumliqlarni chillab yuriysan. Bo'ldi qisila, dadisi, bo'ldi. Nima chiqib ketdilar? Mundaqli deb qo'ydim. Eshakdek qo'limizda turibdi-ku. Ya Allah. Og'zingdan mushundaq shumliq chiqirib, o't qo'yruqli qilsang, nima bachdi? O'ylab gap qil, o'ylab. Osmon zaminingmi qulig'i va bilamsan? Biz bu eng kuchli eshakka oson erishdikmi? Dunyoda silidek ahmaq odam bormi? Bir izzatqu yigitning gapiga aldinib, bir muncha baloga qoldilar. Mening gapimga kirgan bo'lsalar, tayoqni yemaydilar. Xalqi olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining og'amchisi olsun. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Attinchi sulimi o'zangidan tushmay yetayverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshani yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'dan yo ketibdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimi g'ana? Eliqi yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim dozat ko'ya. Agar u meni oldimigan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qola. Xislatlik yigit. Men bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadiya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldilarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'l ustida hargiz qo'nmasalar. Bu sirnimi hech kimga tinig'uchi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamisa. Alloh nasib qilgan bir kuni ko'rishamiz. Acaba eshakning nemishqa oltin tilla tezaklamaganligini tepamida? Bu yigit meni rostlik qoldirib o'tamdi ya.
agar oldigan bo'lsa qiyomat so'rg'ini tatidi nim bo'lsa bo'lsin bu dostxonami bir ko'p boqay